Yo, barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan bu men har doimgidek cheater. Mening yangi issiqqina videomga xush kelibsizlar. Tezda shu joyga Pabratisga issiqqina like va issiqqina stop. Hammangizga assalomu alaykum bolalar. Bizning yangina issiqqina chiqqan videomizga like va obuna tugmachasini bosib qo'ying va biz videoni davom ettirishimizdan oldin yana bir narsa aytib o'tay bolalar. Videoni albatta oxirigacha ko'ring va sizlarning har bir like va obunalar men uchun juda katta motivatsiya. Hozir nima deb boshlashni bilmagan uchun uzr bolalar. Albatta videoni ko'ringlar, bu juda ham qiziq. Shuni aytsam bolalar, videoni ham bir 50 minutlar, 50 sekundlari ham men gapirishim bilan o'tib ketdi shekilli. Oppa, kiramiz. Salom jitel, nima gap? Yaxshimisan? Ya. Ha bo'ldi, yopildi. Bugun agarodga qilgani ish yo'q-ku. Tak, mayli. Mana yoqdan chiqib ketsa bo'lar ekan, eshik yopmasa. Qara, lekin sen bunday qilma. Xo'p, lekin kechga o'zimga javob beraver. Ko'rasan-da. Bu nima bu? Bu kimning daraxti? Mana daraxt senikdimi? Nima deysan, bu daraxtni men ham endi ko'ryapman. Bo'lmasa bu daraxt kimniki? Meni uyimda, mendan so'roqsiz kim daraxt ekdi, ya'ni mayda bo'lsa mayli, kattaligini qaranglar bolalar. Qaysi ko'tqichiga men uyimdan mendan beso'roq men uyimga oldiga daraxt ekdi. Hozir kun ko'rsam, meniki men oldimda bolta turib, men bilmayman, qarochi bolalar. Chopib taylaymiz daraxt, chunki menga kerak emas, egasi kelganda keladi. Bismillah. Kimniki ekan bu? Men uyimda oldiga daraxt ekib qo'yib, menga hozircha daraxtlar kerak emas, ya'ni uyim taydan bo'lib, to'g'risini aytsam. Mana shunday. Hoppa. Hozir ko'rasizlar daraxt qanday chot qilib taylayman. Ko'rgandim, bu yerda daraxt yo'q edi-ku, brat deydi. Ko'rasizlar. Mana. Ancha ko'paygan. Olma-polmalarlik o'zimizga qoladi. Mana daraxtlari ham. Chunki egasi bo'lganda kelardi bo'lardi uni. Egasi kelganda qaytam battar bo'laman, tuzlayman birdan uni. Hoppa. Mana ham olamiz. Chotki. Mana bu nima bo'ldi endi kamiga? Yo'q. Chuqurligini qaranglar bo'lar. Nima bu? Uzoqda. Bo'lar. Nihuya себе, bo'lar, mana butun taydagi narsa nima bo'ldi? Yana men uyimni tagi emas, uyimni orqasida katta daraxtning tagida tunnel turibdi. Buni kim qilishi mumkin? Agar bilsalaring, komment yozib qo'yinglar. Lekin video oxirigacha ko'ringlar, chunki bu menga ham qiziq, sizlarga ham qiziq bu tunnel tagida nima borligi. To'g'rimi? Sizlar aytishlaring mumkin, endi pastga tushasizmi deb. Lekin men hayotda tentak bo'lganim yo'q bolalar hozir. Bu yerda ko'ryapsizlar, ham chuqur, ham kamiga menda fanar yo'q. Sizlarga fanar olib kelaman. Lekin bir qo'limga ushlab fanar bilan tusha olmayman. Bu nima bo'ldi? Bara tentak tugamaydi-ku bu. Qarochi yerga tursin. Mana shunday hozir sizlarga zo'r narsa ko'rsataman bolalar. Mana shapka bor bizda. Mana shuni bo'ldi, anaga kallaga taqdik. Qaranglar bolalar, turishini qaranglar mana. Bo'ldi. Endi qo'limga hech qachon fakel yoki torchni ko'tarib yurmayman. Prosta kallamga turadi xolos. Sal qo'tyapti o'yin bolalar. Nimaga? Cho'pli bo'ldi. Bismillah. Narvonda yarimi ham sinib ketgan ekan-ku. Keyin sozlayman. Nima bu? Hamma joy temir blok bo'yaptimi bolalar? Mana bu nima bu buncha katta narsa? Tushunmam. Chota bolalar bir bunkerga o'xshayapti. Qaranglar, juda lekin slishkim katta ekan bolalar. Mana qaranglar, shifti balandligini. Eng qizig'i mana buraladimi endi shunda? Qani burib ko'ramiz hozir. Burmayapti, kuchim yetmadi. Mazam qochib qoldi. Bolalar, savolda kimga kerak meni uyimni tagida muncha katta seyf yashirib?
Seyf ekan-ku bu bo'ldi. Men qaraylar kattaligim bu ichida nima bor? Qaysi gigantli boyliklar bor? Savolda. Oltindan balki tualet bordir. Tualet emas, unitaz degan. İlk o bitta narsa. Tak. Ochib ko'ramiz bo'ldi. Menga farqi yo'q, men ochib ko'raman aniq. Tak. Uning uchun menga kirka kerak. Ko'ringlar, qo'l bilan bosib qo'ymayapti. Voy 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 voy. Chiqolmadi. Chiqadi deb o'ylagandim. Belli ketdi. Ishqib mana yerga chiqqan. Mayli bo'pti. Chichivardi buni. Tak bizga kerak kirka. Menda kirka bormadi, bor edi. Hozir kirka ko'rsataman. O mana ishlatilmagan ekan kakras. Bir daraxt qo'yayin menga kerak emas buncha katta daraxt. Hoppa. Hop. Sal qo'lda bo'ldi tushib ketishga. Shu teshikka tushishga yomon qiynalaman, kelisholmayman. Lekin bo'ldi, hatta gap yo'q. Yomon katta seyf ekan. Hozir buzib ko'ramiz buni. Yo'q, ishqib o'ltirmaysan. Bismillahirrohmanirrohim. Ha, mishkan joy almashdi. Yo. Nima balo meni bugun nimanga cho'mildim ekan men. Bunchalik omadliman. Bo'ldi, mana qaranglar. Yo, kimning mashinasi bu? Lamborghini-ku. Bo'ldi, mana qaranglar, bir emas ikkita ekan. Bittasi politseyskiy, bittasi sportsmenniki. Ichini qaranglar. Bu sandiqlarda nima bor? Almaz bilan oltin. Sandiqda nima bor? Yo. Nizirdan ham kiyimlar, almaz bloklar oltin bilan. Tak, bunisida nima bor? Yo. İzmirut bilan almaz. Kimniki bu jin ursin? Tak. Qani tepada ham joy bormi, nimadir? Tip hozir. Balki buni orqasida nimadir bordir. Hoppa, yaxshi ham kirkam o'zim bilan olib yuraman. Mana shunday. Tipas oltin bu yotibdi bolalar. Ko'rdinglarmi mana ni? Yo, nasimsin bu blok oltin. Hozir ko'rsatmasaga nima bo'la? Mana shu oltinni o'zi menga 27 ta almaz bo'ladi. Men bo'yib ketdim, kimni qaysi al bobo, nima deyardi? Tushunman. Qiziqtiryapti mana shuncha bo'ylik, keyin ikkita mashina. Manani qurguncha ham rosa ko'p pul ketgan. Buncha katta seyf kimniki bo'lishi mumkin? Eng qiziq, qachon paydo bo'ldi? Men misol daraxtni bugun ko'ryapman. Kecha yo'q edi. Endi kechani o'ziga bunchalik qila olmasa kerak, to'g'rimi bo'ldi? Shuncha bo'ylik mashinasi kelib meniki qo'ymasa kerak. Nima qilsak bo'ladi? Bo'ldi, olaymi, olmaymikan, lekin birovnikida. Tak. Olaymikan, ha do'stlar. Babu uji bu yerda hamma biladi, daraxt toptaylan bo'ldi. Qo'qib ketadi. Lekin mashinalar qanday chiqaraman men? Shuni o'ylash kerak. Mashinalarda. Tak. Bilmadim. Mayli bir uyga borib o'ylab ko'rayinchi. Chota ikkilanyapti odam bolalar. Birovni pulida, lekin ichim kuyapti shuncha mashina. Shuncha manaqa yozib. Chous. Mana jininglatib kirash kerak-da ya. Kim bor? Hech kim yo'q. Mana bizda pardalar ham bor bolalar. Tek, nima qilsak ekan? Mana bu menga deb qo'ysak, bolalar uji hozirdan bo'yvachcha bo'lib ketar ekan. Ishoninglar, men shuni o'zi bilan. Yo'q joydan daraxtli ham berdik. Bu bizni bitta nogiron kartoshkamiz. Bular bu yerda. Qarochi bola, men shuni o'yladimki, baribir bu buyumlarda buncha oltinlarda egasi yo'q. Chunki degan agar egasi bugunimda beqaror turmas va men bunday bostirib kirganimda kelardi, sen men boyliklarni nima qilyapsan deb. Balki bu mengadir. Qarochi bilmam bola, birovniki bo'lsam ishlatmayman-da, prosta nima qilaman? Shu pullarni olaman, men o'zim shkafimga qo'yib qo'yaman. Bo'ldi, prosta shu. Shu bo'ldi, qarochi bola, men shuni o'ylam, qarochi shuncha boyliklar hammasini olaman-da, uyimga olib kiraman. O'zim ko'z qorachimni asliman egasi kelguncha bir hafta kutaman, qolgan ishlatib o'raman.
Yaxshi ko'p bolalar ko'ytimgacha kreditga botib ketganman. Yo'q joydan pul bo'ldi. Yaxshi emasmi? Tak birinchi tepadagi narsalar olib ketaylik bolalar. Bular chunki sandiqdagidan ham ko'proq beradi-da bittasini o'zi. Nechta beradi? 5 dan 9 dan. Yo'q 9 dan emas. 9 5 ekan. Короче qiziqtirmay bolalar. Biz mash bu yerda o'zi nechta bor ekan blokda o'zida. Almaz, oltin va oltin bilan almaz yomon qimmatda. Milliarder bo'lib ketaman. Shoninglar bolalar. Kuznesimda borku oltindan qurdiraman. Ko'rganlar quyat qilar. Sizlar esa bolalar shunday zo'r videom ko'ryapsizlar. Albatta like bosib qo'yinglar. Menga nima narsa yoqmaydi ham shuncha videomni bir 500 ta 600 ta odam ko'radi, lekin hatta bir kishi bo'lsam like bosib qo'ymaydi. Bolalar hatta videomni ko'rmasalaring ham ano jalka qilmanglar, bitta like deb bosib qo'yinglar bolalar. Shuncha mehnatim ketdi. Men har doim shu videomni yuklayman, montaj qilaman, shuncha prosmotr, shuncha like yig'adi deb kutib o'tiraman. Har doim ko'zim videoda bo'ladi. Bironta yozganmikan komment yoki like bosganmikan deyman. Sizlar bossalang men xursand bo'lardim. Короче nima demoqchi bo'lganim tushundinglar bolalar. Chunki hozir shoshilib shuning uchun ham video tez olyapman-da bolalar. Tushunasizlar endi. Mana shunday. Bolalar lekin serios aytyapman jigarlar, like bosib qo'ysang, addish yurakdasi. Shunday kommentga men bosdim brat desalang, ishoninglar shunchalik shaxsan o'zim javob qaytaraman bolalar. Mana shunday. Chiroqlarni olib ketaymi, lekin sinib ketayapti-da bo'laklar. Mana bu almazni o'ziga bunaqadan bir 2 staklar berib yora. Lekin menga kerak emas, o'zim svetim bor edi. Nogronskiy bo'lsam. Tak. Bu nechta bo'ldi? Bir staklar chiqadi-yo bolalar. Tak, mana shunday. Tak, mana. Hey, hali bolalar pastak narsalarni ham olish kerak. Qaranglar, hozir sizlarga ko'rsatdim. Jimgina o'tiring. Videoda ko'rayotganlar aytganlar, jim o'tiring, mana bunday ishni qiling deb. To'g'ri bolalar, birinchi mana shu yerda ishni oxirigacha bitiraylik. Tak, mana shunday. Lekin bolalar seriozda bu kimni boyliklar, u kim bunchalik boyib ketgan bo'lishi mumkin? Yer tagiga pullari o'ziga sig'may ketganmi? Yer tagiga yashirishgacha boribdi. Umrimda hech yer tagidan, ya'ni men uyimda oldidan pul topaman deb o'ylamagandim bolalar. Mana qaranglar, bo'shatdik tepani. Endi past qaranglar, bu mashinalar qanday olib chiqib ketaman bilmadim, lekin mana bularga, mana bu sandiqda ichidagilarga mana shunaqa mashinalardan fitfilyonta bersa kerak. Birinchi almaz olaylik. Izmirdan ko'ra almaz qimmatga bolalar. Hoppa. Men bu muncha almaz bilan butun boshli qishloq sotib olsam bilan, yangi qishloqqa ko'chib ketay bolalar, nima deysizlar? Komment yozamiz bolalar. Yangi uy sotib olaymi yoki qishloqqa ko'chib o'taymi yangi? Maslahat beringlar, men ikkilanib qoldim. Qishloqqa o'taymi yoki bitta yangi qishloq sotib olgan yaxshimi? Tak, Izmirda olamiz. Ya bo'ldi, joy qolmadi bola. Bizga kartochka kerakmas, mayli. Bizning nomimizdan taylib ketaylik shular. Bo'ldi. Mana bola, короче, shuncha narsamiz bor. Nima ham bor bizda bo'lmasa, ketdik. Shuncha narsani olib ketaylik. Jitelar ko'rmasin, keyin men uyimga o'g'irlikka tushadi. Mana ko'z olaytirib turibdi, ko'ribsizlar. Ko'rib turibsizlar. Eshikni yopib qo'yaylik. Pardalarni ham yopamiz bola, bo'ldi. Biz nima qilayotganimizni hech kim ko'rmasligi kerak. Svet yonibmi desam kallamdagi. Tak. Bir to'lgan. Biram to'lgan. Seyfim ham to'lgan. Yo, nima men yangi sandiq sotib olishim kerakmi deyman. To'xtanglar. Manalar bir joyga qilayin, sal kallam ishlatmayman men. Mana shunday bolga bu yerda tursin. Bolta. Lekin men ikkalasi ham yo'qyapti. Qishloq sotib olgan ham yaxshi. Lekin bosh og'rida bunday o'g'anda qishloq sotib olgandan keyin mer bo'lishim kerak. Yangi uychi. Menimcha yangi uy olgan ham yaxshi bolalar. Bosh og'risiz kayf qilib yashayman. Mana bu sheyga turib tursin. Mayli bo'lib. Mana sheyga o'tkazamiz. Mana unda nima edi?
Bu yoqda turibsinchi, chiroyli yo'qki turibdi. Yo'q, qanaqa yo'qki, manalar sochilib turibdi-ku. Daraxtni ham o'z bekor olib kiribman. Ishqib men sandiqlarimga sig'sinda hammasi bolalar. Mana shunday ketdik, boshqalarni pabratska olib kelamiz. Bu kakras mana nogironda mananday bo'ldi ketdik. Go! Qolgan boyliklar sekinlashib qoldi. Sal sekin. Shu teshiklarga kelisha olmayman-da tushguncha. Pul ko'rmaganda tez borishim kerak. Bu yoqda qoldim boylik bor hali. Izmirutlar bor ancha ekan. O'zi menga 2 stakda o'zi yetadi-da bolalar. Bir yil yashasam kerak 2 stak bilan. Endi buncha pul bilan bilaveringlar. 7 pushtimga yetsa kerak buncha pul. Lekin hozirgi zamonga umuman yetmasa kerak. Tak, endi almaz bloklarni bu yoqqa olamiz. Oltin almaz bo'ldi, to'ldi. Mana shunday. Mashin. Oppalesh. Qo'limdagi ko'rib qolmasan o. Nima gap jitel. Mana shu yo'qmayapti. Qayta. Bo'ldi. Eshikni yopib kiramiz. Qani birinchi qaysi bloklar? Menga bloklar qimmat. Va Izmirutdan necha stak beribdilar bularni har bir donasiga. Bu daraxtni ham olaman, mana cho'pni ham olaman. Yana nima olib qolgani kerak bo'ldi. Bu yer to'libdi uje. Mal sherlar uje bu yoqda ham to'lib chiqadi. Mana shunday qan to'lib даже bo'lar menga joyim qolmabdi. Pullarimni saqlagani. Qiyin nima qilsam ekan, biron kimda sandiq bor. To'xtanglar, hozir bilaman. Kimdan sandiq olishdi? Har holda merdan olmayman. Mana kimga sandiq kerak edi? Qani boltam sherdamidi? Mana aka bolalar, sizlarga qancha sandiq kerak aytinglar. Mana bittasini olib ketsak hech nima qilmaydi, ha? Mana shunday hozircha bitta katta yetsa kerak, to'g'rimi? Chunki hech qancha narsa qolmadi pastda. Mana boyib ketdim, shomiyman bola shuncha pul. Jimila. Eshitmas shekilli. Eshitganda mendan qanday olib qayerga qo'ysam ekan? Ochilarmikan bu yoqqa qo'ysak? Ochilar ekan. Vaqtincha sherga qo'yib turamiz bolalar. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Mana shu buloq qo'yib chiqamiz. Bittalab dona hali sanab chiqish kerak bo'lar. Bular necha summa chiqadi hali? Summa emas, stack. Agar Minecraft tiliga hisoblasak. Men mana musurlar taylayman deb taylamabman qani. Mana blok musur emas-ku, qanaqa safety olib kelamiz bo'lar. Orqamizda iz qoldirmaymiz. Lekin shubhalanadi agar egasi kelsa. Aytdimki, egasi kelsa beraveraman. Mana shundaymidi? Baq, anaka, kerak emas bizga bo'ldi. Nima gap? Nimaga chaqirsan sen? Prosta. Bugun zo'r kun bo'lyapti. Bugun qaysi kun? Yakshanba, kakras. Ko'rdinglar bolalar, yakshanba kunda dam olish kuni. Lekin men hozir shoshilyapman. Hech qanaqa dam olish kuni yo'q men uchun. Shuning uchun bolalar menga video olish ham oson emas bolalar. Shuning uchun like va obuna bosib qo'yinglar. Bu tez kontent qilishga va'da beraman. Mana shunday. Bola biz tez orada 200 ta bo'lamiz. 200 ta bo'lishimga bir paddeshga qo'yinglar bola, 200 ta bo'laylik. Atiga 200 ta. Hozir nechta edi meni obunachim? Tak. 175
175 tane 175 deydi. Vallahi hech qancha qolmabdi-ku, bir 30 tami 20 ta odam kerak ekan. Bosib qo'yamiz bo'ldi. Kommentga yozib qo'yinglar, bola aktiv bomba qilaylik. Uje biz sandiqlar bo'shatib bizimda o'ganda, mana hech bola qolmadi. Prosta alam qilayotgan. To'xtang. Hali bor. Hali bor. Mana nima bor desalaring, manani ham olib ketamiz. Mendan hech nima qolmaydi. Men bilmayman. Olib ketaman, men bilan qo'ymayman. Olib ketmaguncha. Sandig'ini ham olib ketardim-u. Ja endi bunchalik ko'rib bo'lmaylik. Shularda o'zi ham yetadi. Oh, bu yoqda ham bor. Bo'ldi, anaga chotki bo'ldi, sig'may qolibdi. Keyingi partiya kelamiz endi bolalar. Hoppa. Mana shunda. Hatto 2 ta ham 3 ta almas qoldirmabmiz. O'zini tiklab olishiga yetardi. Biz shaqtakni talab etaman. Chunki degan kelib qolishi mumkin egasi. Yoki qaytarib bermayman kelsa so'rasa. Ha desa bilmayman nima. To'g'rida bolalar, kim aytdi meni uyim tayidan shunaqa joy qilsin deb. Lekin to'g'ri chiqibdi. Borku bir tomondan pulli bo'ldim. Endi qarzlarni yopaman-da dang'illama uyni quraman bolalar. Qilishlarda ham turma-turda mana eng qizig'i Niziritdan ham qilich bor-da. Tushunyapsizlarmi bolalar? Mana shunday bloklar. Mana bunday bo'lay. Mazasi yo'q bu. Ketdi, hali bizni ishlar kutmoqda. Bunchalik charchima deb o'ylamagandim pul to'shib. Hoppa, dig. Pullar kutyapti meni. Vah, oyog'im bilan yomon tushdim. Ish qilib qo'ysa bo'lar ekan mana shu yerda. Bo'ldi, bola qolmadi. Bu hep 6 tani qani pasta qolmadimi? O'zi bir bor kerak. Yo'q, qolmabdi bola. Prosta mashina qopdi-da. Mashina qanday chiqarib ketaman? Bu yoqqa chiqargan. Yo, mashina talib ketamizmi bolalar? Aja egasi qidirib kelgidek bo'lsa, bu mashinalarni keyin sotadi o'zini tiklab olar. Bu Lamborghini-ku bolalar, puli ham bir osmoncha. Bo'pti. Bo'ldi, bu bratanga katta rahmat. O'zimni anchagina tiklab oldim. Bo'ldi, to'g'ri uyga bolalar, to'g'ri uyga. Men qo'limdagi 6 ta blokni o'zi ham yetadi menga, bor-ku. Qarzlarim to'lagan. Lavaga qarab ketyapman. Uzr, hozir bir sandig'imga ko'ray. Oho! Xazinalarni qaranglar bolalar, shunchaligini qaranglar, yo'q-yo. Qaranglar, bu sandiq to'ldi o'zi. Bu ham to'lgan degani. Bu o'zimni mayda-chuyda pullarim. Bu yoqni qaranglar, to'lka almas bu yo'qdi. Hammasi bir stakda. Mana qaranglar, bloklar, mana blokni o'zi anchaga yetadi. Qaranglar hozir. Mana qaranglar, nechi stak bo'lib ketyapti, nechi stak. 2 stak bo'l. Yo'q, hali yana bu. Ya. Bo'lar salkam 4 stakda, tasavvur qilyapsizlar, muncha bu, men boyvachib ketaman. Gapimga javob bo'lar, men aniq qilaman. Dang'illama uy quraman. Shuni videosini chiqaraymi yo'qmi? Bo'lar, go gaz. Komment yozamiz bo'lar. Go video chiqaring desang chiqaraman. Dang'illama uyim ko'rsataman sizlarga, chotki uy olaman. Hozir ketdim men. Sug'urta deb to'liq qo'yaylik uyga. Nima gap? Qo'ylingdagi almas qayerda olding? Bu nima? Bu soliqqa to'layman. Bo'pti, короче. Video qisqa bo'ldimi, uzun bo'ldimi, zerikarli bo'ldi shekilli bolalar. Zerikarli bo'ldimi, yo'qmi bilmadim, lekin addish rahmat, shuncha vaqtlaringizni sarflab meni oddiygina bir momentda videom ko'rganlaring uchun barchalaringga rahmat do'stlar. Albatta shu bittagina pastagina like bilan tepadagi obuna tugmachasini shuni bosib qo'yinglar, bo'ldi. Sizlar albatta minnatdor bo'lardim. To'xtaylik, shapkam yechib olay. Opa. Anaga chip chiroyli odamcha bo'lib qoldim. Shuncha bola men paddishga qiyinlar 300 ta bo'laylik bo'ldim. Короче bola, bu videom qiziq chiqmadi deb o'ylayman. Agar qiziq chiqqan bo'lsa komment yozib qo'yinglar.
Addishi rahmat yuragidan sizlar bolalar.